Mamlakatimizda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimida manzilli yondashuv asosida yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Ayniqsa, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga sifatli ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Termiz shahrida yashovchi Laylo Chibirova oilasi misolida ana shu tizimning inson hayotida qanday ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'layotganini kuzatish mumkin. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Termiz shahridagi Tuproq Qo'rg'on mahallasi. Bu yerda yashovchi Laylo Chibirova uchun bir necha yil avval hayot oson kechmagan. 3 nafar farzand tarbiyasi, nogironligi bo'lgan onasiga parvarish va ro'zg'or tashvishlari bir inson zimmasida edi. Farzandlarning ta'limi, onasining salomatligi va oilaning iqtisodiy barqarorligi bir vaqtning o'zida hal qilinishi kerak bo'lgan masalalarga aylangan. Mahalla ijtimoiy xodimi tomonidan oilaning ehtiyojlari o'rganildi. Shundan so'ng tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda Layloga bir qator ijtimoiy xizmatlar ko'rsatildi. Bu xizmatlar faqat maslahat yoki hujjatlar bilan cheklanib qolmadi, balki oilaning kundalik hayotida amaliy o'zgarishlarga zamin yaratdi. Bir yil oldin shu Tuproq Qo'rg'on mahallasiga ko'chib kelgandim. Undan oldin boshqa mahallada yashaganman. Tuproq Qo'rg'on mahallasi ijtimoiy xodim tarafdan menga birinchi o'rinda bolalar nafaqasini menga to'g'rilab berishga yordam berdilar. Voyaga yetmagan 3 ta farzandim bor, bittasi maktabga boradi, ikkitasi uyda o'tirar edi. Bog'chaga chiqarishga ham hech qanaqa imkoniyatim yo'q edi ularda. Hozir mana 5 oydan beri ikki kichkina farzandim bog'chaga boryapti. Bu Tuproq Qo'rg'on mahallasi Denov ko'chasida men ijarada yashab kelaman. Ijara haqqini 6 oyligi, ya'ni shu 50% davlat tarafdan qoplab berildi menga. Ijtimoiy xizmat orqali u parvarishlovchi sifatida ish boshladi. Tuproq Qo'rg'on mahallasidagi ijtimoiy xodim tomonidan menga taklif berildi. Hozirgi kunda o'zimizning mahallamizdagi yakka yolg'iz ro'yxatga kirgan, yosh katta, qarovchisi yo'q ayollar, erkaklar, yakka yolg'izlarimizga meni assistent qilib ishga oldilar. Hozirda 3 million oylik olyapman. To'g'risini aytsam, bir yil oldin men ijtimoiy ko'makka o'zim muhtoj inson edim. Hozirgi kunda men o'sha ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga yordam berayotgan xodimlardan biriman. Qadrimni his qilyapman, ayolligimni his qilyapman. Menga o'xshagan yolg'iz ayollar hech qachon ko'chada xor bo'lib qolib ketmasligini yana bitta isboti mana men o'zim. Oilaning yana bir muhim o'zgarishi Layloning onasi hayotida yuz berdi. Nogironligi bo'lgan onaga ko'rsatilgan parvarish va reabilitatsiya xizmatlari natijasida uning salomatligi sezilarli darajada yaxshilandi. Hozirda u hassa yordamida mustaqil harakatlanadi. Eng muhimi, uydan chiqib, tabiat qo'ynida sayr qilish imkoniga ega bo'ldi. Menga ko'rsatilgan amaliy yordamlardan yana bittasi bu men onam. Onam ikkinchi guruh nogironi. Shu vaqtgacha nogironlikka chiqara olmagandikda o'zimiz mustaqil. Sabohat opani yordamlaridan keyin nogironlik nafaqasi tayinlab berildi. To'shakka mixlanib qolgan ayol edilar. Mana shu davlatimiz tomonidan shunaqa imkoniyatlar yaratilibdi. Prezidentimizga rahmat aytaman. Mana shu hozirgi kunda onam hech hassada yurayaptilar, lekin hassada o'zlari mustaqil harakatlana olyaptilar. Mutaxassislarning aytishicha, zamonaviy ijtimoiy xizmat tizimining maqsadi faqat moddiy yordam berish emas, asosiy vazifa insonning mustaqil hayot kechirishi, mehnat qilishi, jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashishdir. Ma'lumot o'rnida hozirgi kunda Termiz shahridagi Tuproq Qo'rg'on mahallasida 33 ta oila davlat ijtimoiy ta'minotiga muhtoj oila sifatida, 9 ta oila esa kambag'allik chegarasidagi oila sifatida ro'yxatga olingan. Aynan o'zim ishlayotgan Tuproq Qo'rg'on mahallasi misolida gapiradigan bo'lsam, hozirgi kunda ijtimoiy reyestrda 125 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarim bor. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimning 33 nafari davlat ta'minotidagi oila, 9 tasi davlat chegarasidagi oilalarimiz, 92 tasi 300 mingdan 715 minggacha bo'lgan daromad manbaiga ega bo'lgan oilalarimiz. Hozirgi kunda bu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimiz bilan manzilli ishlab kelmoqdaman. Chibirova Laylo degan fuqaromni xonadoniga xatlov jarayonida borganman. U oila bilan kirib ko'rishganimda oilaning holatini kompleks baholadim. Unda Layloning xonadonida shunaqangi holat bor edi. Laylo 2025-yilda Tuproq Qo'rg'on mahallasiga ijara asosida ko'chib kelganligini aniqladim birinchi navbatda. Layloning oilasi uchun bir qancha xizmatlarimizni olib kirdik. Hozirgi kunda Layloning oilasi ijtimoiylashuv ta'minlangan oila deb bemalol ayta olaman. Har bir ko'rsatilgan yordam ortida inson taqdiri turadi. Laylo Chibirova hikoyasi esa u o'z vaqtida ko'rsatilgan ijtimoiy xizmat insonni qiyin vaziyatdan olib chiqib, uni boshqalarga yordam beradigan darajaga yetaklashi mumkinligini ko'rsatadi.